Jahon chempionati 2026 tugadi, lekin eng katta mashmashalar endi boshlanmoqda. Bugun qisqa News Digest'da soxta rasmlar ortidagi katta mojaro va AFAning ketma-ket sud da'volari, FIFAning rekord darajadagi milliardlari va eng muhimi, O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatida yangi kashfiyotlari hamda narxi 3 baravarga oshgan yosh yulduzlarimiz haqida gaplashamiz. Jahon chempionati yakunlangan bo'lsa-da, Argentina terma jamoasi atrofidagi mojarolar tinmayapti. Argentina futbol assotsiatsiyasi futbolchilar va rahbarlar haqida tarmoqlarda yolg'on xabar tarqatganlarni sudga berishga tayyorlanmoqda. Manbalarga ko'ra, futbolchilarni yomonotlik qiluvchi uydirmalar va sun'iy intellekt yordamida yasalgan soxta rasmlar ko'payib ketgan. Hatto Lionel Messi va FIFA prezidenti Gianni Infantinoning ham fotomontaj qilingan soxta suratlari tarqab ketgani aytilmoqda. AFA bu yolg'onlarni tarqatgan yirik kanallarni ham, oddiy foydalanuvchilarni ham javobgarlikka tortib, yirik jarima solmoqchi. Shu bilan birga FIFA final o'yinidan so'ng argentinalik futbolchilarning xunuk xatti-harakatlarini tekshirishni boshladi. O'yindan keyin Leonardo Paredes va Nahuel Molina raqiblarga qo'pollik qilgani, murabbiy Roberto esa raqib o'yinchisining yuziga urishga uringani aytilmoqda. Shuningdek, taqdirlash marosimida Ispaniya futbolchilari argentinaliklarga chempionlik yo'lagi tuzib hurmat ko'rsatgan bo'lsa-da, Ispaniya kubokini olayotganda argentinaliklar g'oliblarga orqa o'girib ketib qolishgan. Bu esa muxlislar va ekspertlarning qattiq e'tiroziga sabab bo'lmoqda. FIFA uchun rekord darajadagi 15 milliard dollarlik daromad maydondagi va uning atrofidagi bu kabi mojarolarga qaramay, 2026-yilgi jahon chempionati tashkiliy va moliyaviy jihatdan FIFA uchun ulkan muvaffaqiyatlar keltirdi. Nashrlarning ma'lum qilishicha, turnir FIFAga salkam 15 milliard dollar daromad keltirib, rejalashtirilgan ko'rsatkichlardan ancha o'tib ketdi. Ushbu rekord foydaga asosan chiptalarning qayta sotilishi, tashkilot har bir chipta savdosidan 15% dan komissiya olgan hamda qimmatbaho VIP paketlar va mehmondorchilik xizmatlariga bo'lgan yuqori talab sabab bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi AQSh, Kanada va Meksikada o'tgan jahon chempionatida o'zining tarixiy debyutini o'tkazdi. Vakillarimiz guruh bosqichidayoq turnirni tark etgan bo'lsalarda, ushbu musobaqa o'zbek futboli uchun haqiqiy burilish nuqtasi va ulkan tajriba maktabiga aylandi. Shuningdek, FIFA ham o'z rasmiy sahifasida jamoamizning jasoratli o'yiniga va kelajagiga yuqori baho berdi. Turnirda Abbosbek Fayzullayev mamlakatimizning jahon chempionatidagi birinchi gol muallifiga aylangan bo'lsa, Eldor Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga urgan goli guruh bosqichining eng chiroyli goli deb topildi. Eng muhimi, ushbu jahon chempionatida o'zbek futboli uchun yangi kashfiyotlarni taqdim etdi. Italiyalik mutaxassis Fabio Cannavaro qo'l ostida dunyo grandlariga qarshi qo'rqmasdan to'p surgan yosh iqtidorlarimiz xalqaro futbol jamoatchiligi e'tiborini qozondi. Aynan ushbu muvaffaqiyatli kashfiyotlar doirasida Behruzjon Karimov va Jahongir O'rozov kabi yosh futbolchilarimizning xalqaro transfer bozoridagi qadri keskin oshdi. Transfer Market portalining yangilanayotgan ma'lumotlariga ko'ra, 18 yoshli Behruzjon Karimov jahon chempionatidagi kashfiyotlardan biriga aylanib, ikkita o'yinda ajoyib harakat qildi. Natijada uning narxi musobaqagacha bo'lgan 350 ming yevrodan deyarli 3 baravarga qimmatlab 1 million yevroga yetdi. Jahongir O'rozov turnirdagi ishonchli o'yinlari evaziga narxini 600 ming yevrodan 2 baravarga oshirib, 1,2 million yevroga ko'tarib oldi. Xulosa qilib aytganda, jahon chempionati 2026 nafaqat milliy terma jamoamizga bebaho tajriba berdi, balki Behruzjon Karimov kabi yosh kashfiyotlarni dunyoga tanitib, futbolchilarimizning transfer qiymatini ham keskin oshirdi. Oldindan bizni yanada buyuk g'alabalar kutmoqda. 2030-yilgi mundialda ko'rishguncha, aytgancha qisqa newsga like va obuna tugmasini bosishni hamda o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Eng so'nggi xabarlar doim qisqa newsda.